Ощущение просто bomba. Mehr 20 tashkilotini bilarmidinglar o'zi? Men rostdan oldin eshitib yurgandim, lekin shu joyga kelguncha men umuman tafsilotim boshqacha bo'ldi. Mana Mehr a'zolari bolalar hammasi Mehr 2020 xayriyat tashkilotiga meni akamlar chaqirganlarida nima u degan savol bilan keldim. Men to'liq tushunganim yo'q edi. Kelganimdan keyin men ko'rib, bu yerdagi organizatorlarni, tashkilotchilar, homiylar hammasini harakatlarini ko'rib, haqiqatan respekt deyishga arziydigan ish bo'lgan. Sababim boquvchisini yo'qotgan 1200 dan ortiq bolalarga bunaqa xursandchilik berish, park tomondan, restoran, kafe tomondan yetkazilayotgan mahsulotlar bilan ularni xursand qilish menimcha hammaning qo'lidan kelmaydi. Как бы aytadigan bo'lsam, bu juda ham zo'r xayriyat tashkiloti bo'libdi. Haqiqatan bolalarning ko'zida quvonch, qancha savob, qancha xursandchiligiga sherik bo'lasizlar. Sizlarga o'zim nomidan ham rahmat aytaman. Xudo xolasa buni Instagramda ham yoritib beraman. Boshqa hamkorlar yoki bo'lsa homiylar bo'lsa, mana shunga sizlarni qo'shishinglarga men qattiq chaqirib qolgan bo'lardim. Bu juda ham zo'r tashkilot, chunki biz o'zimizda ham otasi yo'q jiyanlarimiz bor, bunaqa narsalardan xursand bo'lishardi. O'zim ham ozgina hayajonlandim, chunki bu narsa bizga begona emas. Xursand bo'ldim. Aktivni qatnashishga harakat qilaman tadbirlarda, Xudo xolasa.